Doston Bozorov va Fazliddin Madrahimovni jangi tobora yaqinlashib boryapti. Ko'pchilik mendan bu jang haqidagi fikrimni so'ragan edi. Ya'ni kimni harakatlari g'alabaga olib keladi yoki mag'lubiyatga, kimni texnikasi yoki kuchi ustunroq, kim kuchliroq qisqasi. Shu haqida men ozgina gaplashaman va sizlarga o'zimning fikrlarimni aytaman. Ozgina reytinglar bilan taqqoslab ko'ramiz. Birinchi o'rinda biz ularning stoykasini, keyin kurash texnikasini va oxirida kardio va MMA kurashi, ya'ni partrini solishtirib ko'ramiz. Sizlardan so'raydigan narsa, birinchi o'rinda bu videoga like bosib qo'yinglar. Video ko'proq tarqalsin. YouTube kanalim 100 k bo'lishini juda ham xohlayman. Keyin kommentariyam belgilab qo'yinglar. Like bosib, xullas podpiska bo'lib, bosib qo'yinglar gazini. Bizlar boshladik xullas. Xo'p do'stlar, birinchi o'rinda ularning natijasi. Ya'ni natija qanday? Doston Bozorovda 12 ta jang, 11 ta g'alaba, bitta mag'lubiyat. Xo'p, Fazliddinda bo'lsa 20 ta jang, 15 ta g'alaba, 4 ta mag'lubiyat va bitta durang. Demak, Fazliddinda jang tajribasi sal yuqoriroq darajada va Fazliddin boshqa organizatsiyalarni ham ko'rib, har xil nima deyiladi, raqiblar bilan urushib kelgan va unda mana shu raqib borasida ham tajriba ko'proq deb o'ylayman. Dostonda bo'lsa bu sal nima deyiladi, oddiyroq, ya'ni shu ko'proq Oktagon ligasini janglarini ko'rib, o'sha yerda raqiblarning asosiy qismini o'sha yerda yengdi va o'sha yerda chempion bo'ldi. Ana endi do'stlar, ikkinchi masala bu ularning stoykasi. Stoyka jihatida qarang. Fazliddin mana shu Oktagon ligadagi aynan mana shu vazndagi eng xavfli udarnik bilan, ya'ni Muhiddin Mamajonov bilan jang qildi. Muhiddin Mamajonov bilasizlar, u qo'l jangi bo'yicha jahon chempioni, boks bo'yicha hozirgi olimpiada chempionlari bilan birga shug'ullangan, kerak bo'lsa bitta ikkitasini yutib ham qo'yganman degan. Stoykada zo'r. Va u bilan stoykada qanday jang qildi? Haqiqatan ham Muhiddin nima deydi, qo'pol qilib aytsam, master klass ko'rsata oldi Dostonga. Doston deyman, uzr, Fazliddinga. Fazliddinga haqiqatan ham stoykada master klass ko'rsata oldi. Lekin bu afsuski jangni yutishga yordam bermadi. Ya'ni Fazliddinning men harakatlarini e'tibor qildim. U haqiqatan ham o'sha sizni stoykada ishlaydigan harakatingizga qarab qarama-qarshi harakat qila oladi. Ya'ni qanday? Muhiddin har doim zarba berguncha nima qilardi? Chap qo'l bilan uradi va kirib kelishi kerak bo'ladi. Fazliddin nima qildi? Shunchaki oldingi qo'ldan kutib olishni yaxshi o'rgandi va bu haqiqatan ham men birinchi jangda sezgan edim. Chap qo'lda Muhiddin ozgina shu ochilib qolayotganligini va haqiqatan ham shundan foydalandi Fazliddin va shu zarbalarni tekkiza oldi. Va plus to'liq o'ziga 100% uron deylik, 100% lik zarbalarni yuziga qabul qila olmayapti, harakatlanyapti. Uni joyiga turmagan odamni, ya'ni qimirlab turadigan odamni yiqitish qiyin. Va Fazliddin haqiqatan bu borada havas qilsa arziydigan darajada harakat qiladi. Ya'ni o'ng, chap, qochish texnikalari yaxshi darajada. Ya'ni zarbalardan qochish. Doston bo'lsa, ko'proq bosim, chapaqay, Doston ham chapaqay, haqiqatan ham chapaqay odam bilan nima deyiladi, stoykada ishlash qiyin. Doston chapaqay, orqa qo'l, oldingi qo'l zarbalari yaxshi moslashgan va uni asosiy maqsadi nima bo'ladi? Qo'l zarbalari va kurashga kirish texnikasi. Ya'ni qo'l zarbalarini ishlatadi va kurashga kiradi. Qo'l asosan unga yiqituvchi vazifasini emas. Men janglarini ko'rib shu narsani ko'ryapman. Haqiqatan ham u prям Doston yiqitaman deb zarbalar bermaydi, lekin zarbalardan keyin kurashga texnikaga ochishga harakat qiladi. Chunki ba'zi adashmasam Dostonda volniy barba, ya'ni erkin kurash va zarbalar asosan unga raqibga yaqinlashish yoki raqibni fikrini chalg'itish uchun ishlatilyapti. Demak, stoykada biz ularni teng deyishimiz mumkin. Endi bu yerda oyoq zarbalari. Oyoq zarbalari ham ikkita sportchi ham orqa oyoqdan zarbalar berishni yaxshi ko'radi. Orqa oyoqdan zarbalar. Fazliddin ko'proq oyoqqa va ko'proq eng ko'p qismi tanaga zarba beradi oyoq bilan. Ya'ni chapaqay odam bilan turgandan keyin ko'proq tanaga berishga harakat qiladi. Chap oyoq ham tepib turadi, lekin asosiy udari mana o'ng oyoq bilan korpusga berishga harakat qiladi. Chunki chapaqay odam chap qo'lini ochishga to'g'ri keladi va haqiqatan tanasi ochiq qoladi. Doston ham xuddi shunday chap oyog'ini ko'proq ishlatishga harakat qilar ekan do'stlar. Xo'p, stoykani taqqosladik. Stoyka deyarli teng. Nima deyilardi? Ozgina men nima deyiladi? Tajriba jihatidanmikin, boshqa narsa jihatidan Fazliddinga zarba, ya'ni bosimni kuchini ko'proq bergan bo'lardim. Distansiya va aql bilan, ya'ni raqibni boshqarish, distansiyada boshqarish qobiliyatini Dostonga bergan bo'lardim va deyarli stoykada teng. Men ularni nima deyiladi? Imkoniyatini stoykada teng deb baholayman. Ana endi kurashga ketamiz. Kurash texnikasi, Doston bazaviy volnik. Doston yaxshi kurasha oladi. Kuch, uni ko'rinishi, Dostonni ko'rinishi to'g'risi juda unday fiziki bir baquvvat odamni bermasa ham, lekin haqiqatda yaxshi kurasha oladi Doston va
Nima aytsam ekan sizlarga? U bilan ishlash qiyin. Qo'li uzun, oyog'i uzun odam bilan kurashish qiyin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, uni kuchi ko'p haqiqatdan va oldinga harakat qilganligi sababli va qo'llar bilan chalg'itganligi sababli Dostonni paraxodlarini to'xtatish qiyin bo'ladi. Fazliddinchi? Fazliddin to'g'ridan to'g'ri yiqitishga harakat qilmaydigan raqibni. Men sezdim shu narsani. To'g'ridan to'g'ri yiqitib olishga harakat qilmaydi. Ya'ni kirdi birdan brosok qilishga harakat qilmaydi. Raqibni qisgan holatda, ushlagan holatda, ya'ni uni ko'proq MMA kurashi. Qisadi, chalg'itadi, yiqitadi, brosok qiladi. Kuchga asoslangan. Fazliddin agar texnikasi o'xshamasa, ko'proq kuch bilan yiqitishga harakat qilar ekan. Bu ikkalasini nima deydi, kurashga kirish texnikasi bo'yicha men Dostonni kurashini yaxshiroq deyman. Doston haqiqatdan ko'ra Fazliddindan ko'ra yaxshiroq paraxodlarni yaxshiroq qilyapti. Ko'proq bildirmasdan kira olyapti. Fazliddin kirguncha ko'p bildirib qo'yar ekan va bu narsani bilmasdan iloji yo'q. Doston bo'lsa texnikaliroq kiradi. Demak, kurash, ya'ni kurashga yiqitish texnikasi bo'yicha Dostonnikini sal baland baholayman men. Endi qaytarish masalasi bo'yicha, ya'ni paraxodga kirganda qaytarish. Bunda men Fazliddinga ko'proq baho beraman. Bu endi jangda ko'proq aniq bo'ladi. Men oxirida aytib o'taman bu umumiy fikrimni. Jangda ko'proq aniq bo'ladi. Bu Fazliddinda kurashni qaytarish menimcha ko'proq qo'yilgan. Chunki u tajribasi hisobiga va nima deyilardi? Baribir Volnik bilan MMA kurashi, Volni baribir bilan MMA kurashi boshqacharoq. Endi Doston ungacha ishlayapti, haqiqatan o'zini rivojlantiryapti. Fazliddinda kurashni qaytarish texnikasini yuqori baholayman. Demak, paraxodlarda Doston, qarang qanday to'g'ri kelyapti. Paraxodni qaytarish bo'yicha Fazliddin hozircha kurash bo'yicha ham deyarli teng bo'lyapti. Endi ketdi. Parter va nima? Kardio jihatidan. Endi bu eng qiziq qismi keladi. Chunki ikkita sportchi ham yosh, kardio jihatidan deyarli bir xil ular. Men uzr so'rayman, aytishlaringiz mumkin, Bobur nechesini bo'ldi Fazliddinni maqtamadi, Bobur nechesini bo'ldi Dostonni maqtamadi deyishingiz mumkin. Yo'q, men uchun men neytralman. Men yurtdoshim albatta yutishini xohlayman, Doston yutishini, bizni kamar bizda qolishini xohlayman, lekin baribir men hozir bu yerda sportivniy analitik, ya'ni sport analitiki sifatida gapirganligim sababli men bu yerda xolis baholashim kerak va kardio jihatidan menimcha Fazliddinda imkoniyat ko'proq bo'ladi, tajribasi tufayli. Lekin Dostonni boyaga aytganimdek kurashi qolgan sportchilarnikidan ko'ra yaxshiroq bo'ladi Fazliddin uchun. Va ikkalasini kurashi to'qnashganda kim ko'proq charchaydi? Buni bilmadim. Nimaga? Kardio jihatidan ikkalasi ham deyarli bir xil, lekin Fazliddin oxirgi raundlarda ko'proq kuchini saqlab qo'yib, ko'proq kuchini ishlata olish qobiliyatiga ega bo'lgandek xayolimda. Lekin Doston boshqacharoq ishlaydi. Doston aqlni ishlatadi. Doston distansiyani kontrol qilishga harakat qiladi. Doston o'ziga yoqqan vaqtda yaqinlashadi, yoqmagan vaqtda uzoqlashadi. Lekin Fazliddin bosim qilgan vaqtida qanchalik darajada o'zini kardiosini saqlab qola oladi? Mana bu endi qiziq masala bo'ladi bizga. Nimaga desangiz, Fazliddin haqiqatan bosimini yaxshi qilar ekan. Bir bosim qilsa chiroyli bosim qiladi va Doston o'sha bosimga qaytarib qila olsagina o'shanda uni charchatib qo'yishi mumkin. Agar o'zi charchab qolmasa. Kardio jihatidan men Fazliddinning imkoniyatini baholayman balandroq. Endi Parterda Doston ko'proq kontrolga harakat qilyapti. Ya'ni kontroli Dostonda kuchliroq. Fazliddinnikini yomon baholamayman, lekin Fazliddin yiqitgandan keyin chiqarib yuborar ekan ko'p. Mana yiqitgandan keyin ko'p kontrolga ushlab qola olmas ekan. Kontroli salgina ozgina ishlash kerakligini bildirib turibdi. Lekin bu kontrol o'sib borar ekan jang davomida. Boshida Fazliddinning kontroli uncha emas. Lekin jang davom etgani sari boyaga birinchi faktor, ya'ni kardio jang davom etgani sari Fazliddinni kontroli kuchayib boradi, chunki raqib charchashni boshlagan sari Fazliddinning kontroli oshib borar ekan. Shuni hisobida kontrol jihatidan deyarli boshida menimcha Doston ko'proq ustunlik qiladi. Jangning oxirrog'ida o'sha Fazliddin o'zining ustunligini ko'rsatishni boshlaydi deb o'ylayman do'stlar. Shunaqa. Endi bilasizlarmi do'stlar, men hozir mana 3 ta punktni aytib o'tdim. Stoykada imkoniyatlar teng, kurash bo'yicha Dostonnikini, ya'ni kurashga yiqitish, periodlar bo'yicha Dostonning imkoniyatini balandroq baholadim. Qaytarish bo'yicha Fazliddinnikini baholadim, takedownlardan qochish bo'yicha va Parter imkoniyatini boshini Dostonga beraman.
oxirroq jangni oxirini, ya'ni ikkinchi yarmidan keyin Fazliddinga beraman. Va nima deylik, grappling jihatidan, ya'ni bolevoylar, kontrol, aytdim-ku, kontrol, bolevoylar bu endi qanchalik berilishiga bog'liq. Fazliddinda bu sal yuqoriroq. Lekin Doston kontrolni zo'r ushlaydi. Shunchalik zo'r ushlab qo'yishi mumkinki, manaman degan grepler ham bolevoy qila olmay qolishi mumkin. Men Dostondan shu narsa kutyapman, chunki shunchalik chiroyli kontrol qiladiki parterda. Fazliddin bironta ham bolevoy qila olmaydi deb o'ylayman. Chunki haqiqatdan ham Fazliddinga agar yaxshi kontrol ishlatsangiz, yaxshi bolevoylardan qocha olsangiz, Fazliddin bolevoy qila olmas ekan. Bu narsani men Muhiddin bilan urushgan vaqt ko'rdim, sezdim. Shuning uchun Doston parterda bermaydi va kontrolning hisobiga Dostonda ustunroq bo'ladi deb o'ylayman. Shunaqa do'stlar. Endi nima bo'lgan taqdirda ham ikkita sportchi jang qilsin, ko'ramiz. Men uchun masalan muxlis sifatida menga qiziq bu jang va ikkita sportchi qanday yondashadi jangga, buni endi jang vaqti ko'ramiz. Shunaqa do'stlar, kanalga podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Savollaringiz yoki takliflaringiz, fikrlaringiz faqat so'kish anaqa negativ bo'lmasin. Fikrlaringiz bo'lsa marhamat yozib qo'yishlaringiz mumkin. Hammalaringizga rahmat. Sog', salomat bo'linglar.